Çoğunlar burun bizning mushu noy bozorimizda Hekim Tavoq degan bir noch o'tgan deyishidi. Uning alohidligi 10-20 odam bir bo'lib urib chol o'lik qilaversimi, bir kamdan keyin o'rnidan dars turib, yeyishni ko'maganda ketaverdi ekan. Hammadan qizig'i, cho'nglar Ahmad Cho'ng degan bir odamning gapini ishtiyoq bilan qilishidi. Ahmad Cho'ng tomdek egiz, bastik odam ekan. Bir qatim u bir boyvachchi bilan baslashib qilib, yo'g'on bir qo'yning go'shini 12 oq non, 2 opqur asalga qo'shib yeyib, boyvachchining ostida o'ynab turgan bir arg'umoqni utib olgan ekan. O zamonning odamlari qaltisda. Hozirgi yoshlarning tomig'i tomoq bo'lamdi. Yerim taqsilag'manni injiqlab aran yeydi. Cho'nglar hikoyasining oxirini ana shunday gaplar bilan tushirdi. Ehtimol, o zamonning odamlarining oshqozini bir xo'p bug'doy patqidek, tog'odek yo'g'on bo'lsa kerak. Shunchalik uzun zamonlar o'tdi. Noya bozorda qanchalik erlar o'lib tugadi. Nurg'un ishlar astin chiqib ketdi-yu, bir qo'yni butun yeyotadigan Ahmad Cho'ng hozirgacha unutilmay kelyapti. Yaqinda aramizda birisi 40 istakonga liqlab turib 3 istakon aroq ichib, ana shunday shuhratga erishdi. Bu o'tgan yili bo'lgan ish. Kichigimizdan billa o'ynab cho'ng bo'lgan bir necha o'ylan bor edik. Uzoq kechalarni ko'ngillik o'tkazish uchun har shanba oqshimi birasimizning uyiga yig'ilib, tamoq yeb paranglashgach, qart o'ynab, ish-pushig'imizni chiqarishni odat qilib olgandik. Albatta, azroqdan aroqni ichib qo'yatdik. Qilishib kelsak, gapimizmi tugamaydi. Kichik chog'larimizda sho'ridan sho'ng'ib bog'larga o'g'irlik tushganlarimiz, daryo o'yiga cho'milgilib olganda bo'lgan kulkilik ishlar. Maktabda kimning qaysi muallimdan tayoq yeganligi, kimning kimga oshiq bo'lib qolganligi, xalqaro vaziyat, mol bahosi, turmushda uchragan qiziqchiliklar degandek jimi temada so'z bo'ladi. Yo'q. Rahmat. Pacharoq bormi? Uzgirab qo'yib beraman. Ben sen yaxshi nima deysan? Bir jutum ishab, bir jutum qaz. Birali gapni Teşekkürler. Evvel yaxşıda, obdan turayotgansiz? Ekiling ha qo'lingizda. Xizmat yaxshi bo'lsa bo'ldi, yaxshi. Bu bölümden acaba kutlanmavatımı deb o'ylayotgansiz? Undaqmi emas. Qani o'tir. Uyingizga berib avar qilmay deb tahrir bilimingizning o'ziga kelaverdim-ku. Qarang. Bu da yana bir hikoya yozibdim. Yaxshi bo'pti. Ussuzluq ichib olamsiz. Yo'q, rahmat. Et deganda bir rum qeqib oldim. Et degandimi? Biz tarafda bir qovoq bor alomat qovoq. Eliqidek ishimiz turolmaydigan bechoralar et deganda ashiyaga yugurishdi.
Maaşni. Biladiganlar, u yani biladiganlar uni jiddiy qutqizish bo'limi deyapti. Qiziq gapgan bu. Yelqidek ishimiz turanmaydigan, putqul titraydigan bechoralar atdigan ashyaga berib, ishkurum ichgandan keyin odam siyoqiga kirib, anandan keyin qaytishidi. Tahrir bo'limi degan, mushundaq sirliq bo'ladi ekan. Oldingizda dodliroq bo'lay deb ozroq ishib kirdim. Ayibga bo'lmangizmi? Kerak yo'q. Anladingizmi? Mush Turkiyada kavobni metrlab sotadi deydizmi? Qiziq gapgan bu. Yana shu to'xining quliqiga chimbuloq degan so'zni cheppasingiz, kuniga 4-5 ta tuqi yurdi ekan. Hozirgi odamlarga bas tushgan narsaga amroq bo'lib ketdi, Assalomu alaykum. Qadrak ahvolingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Mijozingiz obdan tudingiz. Asringizni qo'yib keting. Navodi yarab qolsa o'zingizning nomida e'lon qilamiz. Alloh akbar. Meni to'liq qo'rqatmang. Endi martam 3 martam degan gap bor. Hech bo'lmaganda mushu bir navbat bo'lsa-mu o'zingizning nomida e'lon qilib turing. Andin biz, Faqatli qoidada yo'q ishda bu. Mana men o'z roziligim bilan sizga obturlik huquqini beryapman-ku. Bo'lmasa hech qanday da'vo dasturim yo'q deb qo'limdan hujjat beraymi ya? Namchi qilishga qiziqmamsiz? Nam dedingizmi? Mush quruq nam ataqning nimaga foydasi bor? Hozirgi zamonning kishilari o'lganlarning obro'yini jinozaning oqisidan kelayotgan mashinaning oz ko'pligiga qarab belgilaydigan bo'pti. Ma'qul. Mush asarni mening nomimda e'lon qildikmi deyli. Kishilar palonchi yozuvchi kelyotdimi deysin. Lekin shuning uchun ma qo'saqda azroq o'machvos bo'ladi-da. Mushu shoir yozuvchi degan bor-ku. Mushu ba'zi so'rlarda she'r berdiganni o'qib xalqni hayron qoldirib ekan. Latif shaqshaq deganni so'zlab xalqni dumultitdi ekan qarang. Men-chi, giz kelganda xotinimga 2 og'iz gapni tep bermayman emasmi? Agar xotin so'qishib qolsa, hozir shu qo'pibli valoq urib ketadigan bo'ldim qarang. Mushundaq kunlar beshimga kelib qolmasin deb, nada haq tonimaydigan shoirlarning she'rlarini yodlab oladigan bo'ldim. Texi yililaylik jiddiy qutqizish bo'lmadi vago. Ömrüm bo'yi rohat o'tdim bu kecha. Yorim bilan billu bo'g'ash tong'icha dedim. Eliq o'tirib aroq ichayotgan aroqkashlar vah, alomat shoirkan, dahshat shoirkan deb qo'lidagi rumkalarni menga tanglashib, texi men bilan ilpatlashmoqchi bo'ldi. Men asta gap qilmay g'ippida tikivatdim-dan, Bu kimning she'ri? Bu eliqi Shayx Muslimiddin Said Shirozining. So'rg'anlarga Saidining desangiz yaxshi anglanmaydi qarang. Buni mushundaq uzartib desangiz hayvat anlanadi. Alomat chiqdi-da buningda. Qiziqmi ekan? Qiziq-a? Alomat qiziq. Undaq siz o'zingizga bir adabiy taxallus qo'ysangiz o'g'idek. Taxallus dedingizmi? Bu taxallus deganingiz eliqidek laqammi? Aras, bu ish faqat xiyolim ekanmapti. Sizningcha qandoq laqam ishlasam bo'la? Musho ba'zilarning yozg'inidan taxallus yo'g'an bo'ladi ekan deyman. Masalan, siz hech yozg'uvchini bilasiz-ku? Tamoqini oq-oqidan chekib o'ltirib, tamoq chekish badanga ziyonliq deb bir nimalarni yozdi ekan. Xudoyim. So'qoq suv ichmang badanga ziyonliq. Noy yesangiz qo'sig'ingiz to'ydi. Qo'y go'sh badanga foydali. Qon besimi va odam yiqilib tushsa bo'lmaydi degandek tam yo'q bir nimalarni yozib, gez jurnallarni to'shqizib yetib, odamni saskandirib yetadi-da. Bu eliqi birinchi oyning oqisidan ikkinchi oy keladi. O'lmaydigan odam yo'q degandek tuk yo'q gaplar-ku. Texmushnoqligiga vaqmay taxallus hayvat. Siz o'zingizga sarang degan taxallusni qo'llansangiz o'g'idek. Sarang? Sarang bo'lmoqmi o'ng'ay emas. Qanday deysiz? Masalan, bizning mahallada mening bir qo'shnim bordi. Heliq yomon yillarda 10 yil turmadi yetib sarang bo'lib chiqib edi. Yaqin mahallada yana bir sarang paydo bo'lib qopti qarang. Do'kon ochima, pul topaman deb ur turib uxlaydigan bo'lib qopti. Mush yaqindan bu ham saranglik toza ishonmaydigan bo'lib qoldim. Tamoqni birovdan bizga o'xshash yeydi. Gapni ta'tir qiladi. Yaqinning yaqimi saranglikning boshiga o'xshaydi. Bu nima deganingiz endi? Qaramamsiz, bu saranglikni pulga setib oldiganlar bag'ansir ko'payib ketyapti qarang. Kimni da'vatsiz? Aroqkashlarchi? Bir tuzuk odamlar qarang. Pulni ko'tarib qavoqqa sapsaq kirib ketib 1 soatdan keyin sarang bo'lib chiqdi. Mana bu asarni shu saranglar to'g'risida yozdim. Kalıcınızdan işini adrasmanda ısırıqda pat-pat yüzünüzni açıltıp turvatqansız,
Bizning mahallədəki elə ilahın sazpəzini bilirsiniz-mi? Yeni tug'ilgan balasining hamrini sirkil og'ziga milab yeb qo'yibdi. Helik yeni ko'ldik satangni bilasiz. Kalpiklarini qon ichganda qilib oladigan Xudoning qudrati bilan yaqinning yoqi ko'chat g'ajaydigan bo'lib qopti qara. Satadigan zaym yo'q-da. Laqamni men o'zim o'ylash baqay. O'ng'icha buni hikoyamni o'zingizning nomida, ha? Hey! Ba'zida bir-birimizning bola vaqtimizdan yoldan bo'lib qolgan raqamlarimizni keltirishib, chaqchaq qilishmi ketdik. Meni ular Osman Dangal deyishadi. Nimishqidu kichik vaqtimda dangal yeydigan odatim bor. Xeyli cho'ng bo'lib, bolalar bilan o'ynab yurgan chaqlarimdimi, xumorim tutib ketganda tomtudan bir atal dangal topatdim-da, og'zimga silib oladi. Og'illar ichida eng burun o'ylanganimmi? Dangal yeydigan odatim o'ylangandan keyin qilib qoldi. Buraya. Qaysini yema da. Kelyapti. Bugün bizga dasturxon solmoqchi bo'lgan Munur sohibxonni biz Rajab To'poq deymiz. O onasining yolg'iz o'g'li bo'lib, onasini xeyli cho'ng bo'g'ichi emgan. Biz bilan birga o'ynab yurgan chaqlardimi, ba'zi yugurib berib onasining oldin to'sib imib oladi. Onasi, "Voy To'poq, qachonga cho'ng bo'lmaysa" deb uning dumbisiga mushlab ketadi. Maktabdagi chaqlarimizda Rajab hozirmi onasini chopiqlab yiqitib imib oladi ekan deb terik turib o'ynaydik. Bastining yo'g'onligiga bakmay, u to'limi qo'rqinchaqdi. Azroqla tishig'i tegib qo'ysak, opamga deyma deb uyga qarab mangadi. Qizlar gap qilib qo'ysa, hech nimadan hech nima yo'q, qizirib ketadi. Darsda bek nachardi. Bechora opasi uni xolimisimi zo'rlab maktabga avatadi. Shunday qilib, har bir sinfni 2 yildan puxtalab o'qib, biz to'liq o'tirni bitirguncha to'liqsiz o'tirni orolli tugatib, dadasining do'koniga mash kana yasashga chiqiladi. Mashchilik uning ota-onasidan qolgan kasb. Ehtimal Moshinoya bozoridagi mash, kana, chilak deganning ko'p qismini Rajabning urug' tuqqanlari yasidimi kim deydi? Osmanmi sen? Bana qagina. Yaxshimsan. Voy yo'q kilowatsa chiqadi. Men Muhammad bu deb qo'ysam orasidan biz o'qib metrab 1 kilowatdan da kechibdim. Asli meni qo'g'ini qashqili ekan. Sen. Kechdi bizning uyga baldiroq borasiz, ha? Bo'ladi. Xirim chapan kiygan Abdulni Asam maktabdagi chaqda bolalarga ancha aralashmay yuradigan o'quvchi. Dars vaqtida uning leksiya yozadigan daftarning orasida doim she'r yozadigan bir varaq oq qog'ozi qistirg'iliq turadi. İlham kelganda darsni qo'yib she'r yozishga tushib ketadi. U ba'zi yozgan she'rlarni chiroyli ko'chirib konvertlarga silib, na'lagidu avatgini qo'yadi. O'qish oxirlashguncha o'z sinfdagi qiz o'g'illarning xotirasini o'zining aslilik she'rlari bilan to'ldirib bo'ldi. Lekin giz jurnallarda bir parcha she'r e'lon qilinib boqmadi. Shundaq bo'lsa-mu, Abdul hozir matbuotlarda she'rlar e'lon qilinib turadigan shoirlarning birisini yaratmaydi.
Almalarım yapları bu sen. Balla, muşu peyzi qilganda diqqat bilan anglasanglar bo'lmamda adashlar. Tazimi bir mush ishinglar qamlashmaydi dema. Men sana dedim-ku, ha? Hemmimiz var köçünlük eşler. Ama ba'zanlar unutilib ketgan koni kitaplarni o'g'irlab yozdi. Yüzü qililar var-ku, o'z eni köçünüp qo'ydi. Mana. Ko'midingmi, ha? Ko'midingmi qandaq? Men dedim sana. Bu texnik. Ma so'rin nim bo'lib ketdi deyman. Bu texnik eski chiqarganlar chiqmagan o'g'irlar yana jiq deymi? Ale, magistr. Bu nima? Bana qaranglar. Abdul oliy maktabga o'qishga berib, og'rib qolib 1 yildan keyin qaytib keldi. Hozir u terchilik qilib beyib ketdi. Texnik o'ylanmadi. Toza mas'ul qolgan chaqlarda oliy maktabda tunishgan qiz savoqdishining parig'ini qilib, kasofat, alomat qiz dedi. Bıçakçı ektikip ketkendi. Hem siz saqlab turibsiz. Ağaylar boldirlar. Bugun sorunlar kechko'rak boshildi. Ishkinglarga xili vaqtida keldinglar. Biroq men Tursun tekidik adash vaqtida kelmay sorunni kechiktirib emasmi? Adash seni teki olgan ekan, taqlab chaqaraq kelsan olmamdi. Meninggo yama ishtikagim bor edi. Topaqlar yo'lni to'sib olgandan keyin o'tamidim-da. Topaqni atab o'tamagandan keyin seni jatigida, Qanday qilsa ag'ina, endi tekini topaqni atlatqizib o'tkazgili bo'lmagandan keyin. Bo'ldi. Men qaranglar ag'inlar. Davomli shu ag'ina turib bir-birimizning laqabini so'rab gap qildik ekanmiz. Tuzuk gap qilishaylik-ku bir-birimizga, ha? Qaranglar, ingliz gapinglarda. Bo'lmi to'ya? Köyüşmegen yar emas. Söyüşkenler har emas. Dostlar bilen olturup meyişmegen er emas. Alamet geldi. Yeni birine. Yeni bir okuydik. Ösnige yarassun dep men yaratkan. Köңlini erle üçün keng yaratkan. Boyini yaman közden saklısın dep. Çiçini boyu bilen ten yaratkan. Koşa. Bunu o'rnida birdamı jim turolmaydigan yigitning ismi Tursun Teki. Qiliqlari kichik balnikidek ko'ringani bilan yeshi hammamizdan cho'ng. Bola vaqtimizda o tekidek sakrab, hammamizni bog'ma-bog' boshlab yuradigan. O'g'irlik tushadigan boshqa yer topolmaganda tam otilib o'zining beg'i o'g'irlik tushadi. Keyin maktabda usul, tansi deganlarga shundoq ustib ketdiki, bir chaqda san'at maktabga o'quvchi elishga kelganlar uni usul sinfiga qabul qilmoqchi bo'lib talashganda, uning dadasi artistlikmi ishmi deb bag'ini unimidi. Maktabdan chiqarib olib tikkichilikni o'rgatdi. Hozir u Noya bozorimizdagi usti tikkishilardan bo'lib qoldi. Tursun Teki o'ltirishimizning usulchisi va qiziqchisi. Ayollar to'g'risida afsona, latif to'qishga shundoq ustiki, voy, kuldirib uchimizni uzvatkala tas qoladi. Bu texi odatki gaplar. Ba'zi gaplarni har kuzmi ig'izga og'ilib bo'lmaydi. Shundaqligiga baxmay, u hozirgacha o'ylanmadi. Uning ko'z qarashicha xotin elish ahmoqlik, bola tepish sarangning ishi ekan. Yaşlık Adem'nin zıla bir çiği Tolunu kıska onun ömrü bırak Yırtılsa kalendarının bir vargı Yaşlı gülüdün töküldü bir yopurum Yırtılsa
kalendarının kırlardı. Qo'shnimiz uyda yo'qmikan? Yo'q. Kira. Nayt obdan gapsiz. Kira. Mening qo'shnimizga o'xshashli ko'zingiz bo'laver. Birdan sazqib oltag'an to'q. Nayt yosh gapsiz. Ag'inlar, mehmon kirdi, mehmon. Ag'inlar, mehmon kirdi. Yana mehmon kirdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qanday ahvolingiz? Teshikma, qani, yuqoriga o'ting. Qo'zg'almanglar. Qani, yuqoriga. Qani, yuqoriga o'ting. O'tiringlar, bo'ldi. Men o'tiray, bo'ldi. O'tiringlar. Rajab, bu akimizni Bu akimiz bir qo'shnimizni izlab kelibdi-ku. Qo'shnimiz yo'q, cho'ngmiz so'ring'ini boshlab akirdi. Ha, yaxshi bo'pti, ha? Yaxshi mehmon tomoq ustiga deb, ha? Qaranglar. Ha, tortinmay, ha? Qani, obdan ketsangiz, aka. Akiranglar. Ha, balli. Ha, qani. yaxshi. Ha, qani, tortinmaylar, ha? Men nanpalini azaq yig'ishtirib o'taylar. Ha, mana bilib o'taylar. Maya qara. Ha, belle. Qani, ağaç o'tiringlar. Issiqda. Qani aka, tortinmay, ha? Mana chaynak kirdim. Ha, mana choymi kirdi? Esil xotin-da bu, esil xotin. Qani. Choy ichinglar ag'inlar. Ha, qani olmaylimi? Ha, nima qarab o'tiribsiz, ha? Qani. Qani, choy isla. Choy. Sana qo'yib qo'yaymi? Ha, bo'ldi. Aka. Qani, ma tomoqdan ha. Ha, qani olaylar, oldinlar men boshlab beray, ha? Qandaroq o'xshabdimi? Alamat o'xshabdi. Ha, qani ammamsizlar, nima qarab o'tirsizlar, ha? Jiningni qiynama deyman. Qo'yning qari yilikavi. Anda bo'lsa, mush Tursuntagi bir sundirib baqmisinmi? Ras. Hey, sening to'paqda kuching turib buni sundiranmagan yerda. Men qanday sundira olayman buni? Bu sizlarning jamoatinglarning so'ngiga bo'lgandan keyin epi-jipini bilarmikan deyman ha? Keldi. Bir keldi. Qara. Asar ishim. Buni nochilgina. Oson emas. Uka, akilang. Voy. Ya Allah. Kuchtigan boyadi bakanjima. Yo, hozir. Ela. Qani, ağaç o'tiringlar. Endi sizmi kelib qopsiz. Bayten biz ancha-muncha ichishgan. Bizmi kunda ichib oltamaymiz-dan. Moshunda g'aptida bir aqetim al ag'inlar yig'ilib qolgan vaqtda ichib solamiz. Sizmi aytib buyurib qo'ysiz, ha? Shundaq. Bu bo'lmasimi? Hadiq chiqmaydi. Ey, tishini avayla. Ay. Ustal zidib ketmason, akilim. Yo, hazrat. Barakallah. Karametken. Emsi ag'inlar, bugun sizlarning hurmatinglarga bir ish qaraq akab qo'ydim. Qani, payz qilib bir o'ltiraylar, ha? Shunday qilaylik. Qo'sha emsa, mushu yangi mehmonning hurmati uchun. Qo'sha. Qo'sha. Endi navbat siz keldi. Rahmat. Cho'ngroq istakan bormi? Ba. Mana hozirlar akirib beray, ha? Akilang. Xabar qildigan bo'ldim. Mana. Aylantıravering.
aylandir. Aylandırayver. Ma'qul. Qoldirmay ishiga o'xshaydi. Qani Tursun, navbat san kelib qoldi. Xo'sha. Xo'sha. Vah. Yallah. Daryo beliq so'z degan shu-da. Teke. Ag'inam suzib o'ynaydi-da, aka. Suzib. Aka, obdan tanışıp qoldik. Hurmatingiz uchun. Xo'sha. Salomatda. Temkin ag'inamda bu. Temkin. Tanışıp qolganimiz uchun qo'shamisa, ko'tirib o'tdim. Bu ag'inam karamatchimi? Amisa sizning hurmatingiz uchun yana bir rumkidan liqliq aylantirib o'tay. Xo'sha amisa. Xo'sha. Endi buni biraqli ko'tirib o'tasiz, ha? Men mush istakan toshqanda biraqli ishib etay. Bo'lmasa beshimga chiqadi. Men Astagfirullah. Bayılı şundaq desangiz bo'lmasmidi? Xushmas qop demasmi? Bo'ladi. Ilhamni kechikmaymiz. Qani, men sizga mush istakanni aylantiringlar bo'lsa. Bir ichib o'tiring. Qani, eling. Qo'lingizga eling. Endi buni qo'ymay ishib o'tasiz, ha? İşib etmanmi? Eling. Shundaymi na? Rasmi bu odam. Öğrengen xuydanglar. Ben
Yosh vaqtimda shopirlik qilib yurib, rus ag'inlar bilan ko'p aralashgan. Kasapatlar, karamat ichib qo'ytidanglar. Sizlardek vaqtimda bek tartinjaqdim. Qizlarga tuzuk parangmi qilolmaydim. Şuna hamma ag'inlarning oqsida o'ylangan. Chiroyimning kishilardan qog'ichiligi yo'q. Jur'at kam danglar. U vaqtlarda tansi degan ko'p edi. Bir kuni eliqa ag'inlar tansiga boramiz deyishib qizib elishga haraqsh ketdi. Birisi, "Oy, bunu qilindarisidan sana azroq yutib olmamsan" deb menimi taklif qildi. Yuragim yo'g'onsin deb mushunda qirliq istakanda ko'zimni yumib birni ko'tiribdiman. Rost degandek, shu kuni tansida tanishmaydigan qizlarga qiziq paranglarni sep berib. Bu bo'ldi ekan. Shuning bilan bu zodi nima ilhomkin deb o'ylab baksam, eliq haraqning kuchi-da. Shundaq ichib yurib, Zoya degan rus qizi bilan tanishib qoldim. Xeyli vaqtgacha do'stlashib yurdik. Keyin to'ymi qildik. Uning ismini Uyg'urcha Zuhra deb atab qo'ydik. Dastlabki dadam onamla qo'shilmadi. Keyin u nayt obdan kelin chiqib qoldi-da. Cho'nglarning rayga beqib, tansilog'imi bormaydigan bo'ldik. Kashda ishdan qaytib kelsam, ishchidigan harig'im tayyor. Xotinim Zuhra istakonga lixlab aqaraq to'shqizib turadi. O'zi qizil araqni quyidi. Shuning bilan ikkimiz rasa ichib, patefonni qo'yib, cho'gilitib, g'iti-g'itanga tazo dasab ketamiz. Nayt ko'ngillik o'tgan edi. Zuhraning ota-onasi uni mendan ayirib, chet elga chiqib ketdi. Shuning bilan u bechoraning ko'ngli oqsida qoldi danglar. Amal yo'q. Shunda qilib yaxshi xotindan ayrildik. Bu yomon araqdan texcha ayrilanmay yurimizda. Aka, mushtabda qancha yoshlarga kirgansiz? Xudo buyursa 60 ga qarab mangdim-ku. Oy? Nimalarni deydigansiz? Qarasa 40 yosh kirgandekli tursiz. Nedik 40 yoshlarni deysiz-ku? Qaranglar, mana bu chastaqallar oqirib ketdi. Nima deydigansiz? Gap yoshda turmamsiz. Amisa Fukula, menga ruxsat qilinglar. Bunda qilsak bo'lmaydi. Bunda aldirablar. Bo'ldi. Qiziqchilikda ko'p ichib qo'ydiganda qilma. Bo'ldi, men ketib olay. Maqlimsan, xo'sh. Nimishqa aldiraysiz? Xo'sh. Bosa qo'ygan bosa achimiz bo'lmaydi. Xo'sh. Ketalasizmi aka? Chataq yo'q. Qonib qiling aka. Bo'ldi, uka, yana birisidan ko'rishim emasmi? Maqlimsan. Bo'ldi, rahmat. Maqlimsan. Bo'ldi, sizlar qilib qilinglar, o'tirib. Bo'ldi, sizlar qilib qilinglar. Men uzib qo'yay. Bo'ldi, uka. Sizni chiqmang. Ay. Men ketaman. Xo'sh. Qaçtı. Nega qaçtı? Hey dangal. Qirliq istakanda 3 istakan haraq degan 2 portliga haraq degan gap. O talog'i chiqib, cho'qim bir yerga gupli qilib yiqildi. Yiqilmaydi. Ergiz yiqilmaydi. Yiqiladi. Yo'q ber. Bunda qaraq ishga odamni umrimni ko'mabdikanman. Xuddi hech narsa ishimga odamda tub tuzlik ketyapmanda. O shapurd akimiz araqni qirliq istakan quyib versa, men texi uyga olib ishdiga o'xshaydi debdimi? Uni bu botulkaning og'zini tarasida qilib ijotgunicha texi. Eliq sunyakni cho'kini o'shtivatgandek o'shtivatda? Hey, kichikkina ishqa yoqqalaringni tutishib, o'zlaringni yaga etish bayron qiladigan ekansa. Aklar so'nkingni. Cho'qim uning ajraydigan bir yeri bor. Agar shu ajraydigan yerini tepib olsang, mushundaq qilsang, ko'sliq to'sinib ketadi. Shunchilikli ish u. Teka.
Sana so'ngak deb berish uchun men qo'ydi yana birini so'ysam bo'g'idek-da. İşin bo'lmaydi adash. To'la po atma. Po atgan gap yo'q adash. Yaman bo'lsang, qani mush botilkaning og'zini bir ich baqa. Akila. Men bir ish baqay, odam qilganni odam qila oladi. Qandaq? Qandaq? Ha, shu seni po atma deydi. Aldırma adash, amali bo'ladi. Har ishning amali bo'ladi adash. Bo'ldi, kuchuma, adash kuchuma. Bo'ldi qilg'ina. Mana açdım-g'o. Mana açdım-g'o. Bilsa yog'liq tutding-da. Yog'liq tutsam-mi açdım-g'o. Akila stakaningni. Nima qilsa? İçime, lixlab içime. İch baqa qani. Men bir ko'rib baqay. Adishavay, nima ish qilyaptimi? Bo'ldi qila, qara, bo'ldi qilinglar. Qandaq odam qilganni odam qila olamdi-ku. Bu odatlanishdim. Ha, yolg'on bu sizlarmi ish beqinglar, ha? Sohibxon bo'lgandan keyin sendan boshlaymiz, ha? Oldi bilan sen. Yo. Bo'ldi qilinglar. Icha. Icha. Stop. Rast hiç kançamazken cuma ağınlar abdı. Sen bir nişe? Ha? Akatara, nima zulm bu? Canni qijnab. Qo'yma, men ishmayman. Men ishmayman. Nimjadan? Navbatini ichsa. Ağınlar. Icha. Ha, icha. Icha, bu navbat olgandiki icha. Ha, belli mana. Ala. Bu navbatdan ala. Ay. Men icha. Ala. Dangalasini ketganda ishmayman. Tutat. Bo'ldi qilinglar, men ishmayman. Çoğun iş yok. Qo'yma ichsa. Oğlum anasın. Allah. Bu işteyme. ala. Mana. Düşünçülük ilişemez mi deyim ben? Yaxshi, yaraysa. Mana. Ağaylar. Muzikani o'z qo'yg'ina. Anglab o'tirmiz. Qo'ymamsa bir padimi. Müzik alasın. Bana koydum. Bana. Ha, oynamamsın. Oynaydı. Çiçeğim
ishni adash bosh qilib chechaklar degan jon degan har kuni shayli ko'ngilni rosa bosh qilib qalbga qo'yildi muborakni innoqlikda o'zsin umr har kuni shayli yarallar shayli qini Akşimi talağı çıksam kametim sayamdıdır. Sol kolum işten bağımda, on kolum boynumdadır. Min doğru atamsa bana ananı şartım şak. Eke tamakandı birine. İşkinemez. İşkinemez. Birine. Nima menden sonra atamsa? İşkinemez. Birine. Oyna ile, topak, oyna ile, dangal, oyna. Oynayam. Başkeci neymi setçilik kolay. Dadam Allah'ım ağlasın. Dayı balam. Neyim boldu sana balam. Neyim boldu sana. Balam. Neyim boldu. Ama uslaynayım. Durdu boldu kızım. Uslaynayım. Kan boldu kızamcı. Uslaynayım. Vallahi. Ay Ben balam boldu. uslaynayım. Ay boldu kala. Hoş adaş. Recep adaş ben kettim hemse. Ben kettim. Uzatma. Ben gidiyorum. Oynayla. Acı. Şimdi acı. Ben geldim. Allah. Acı. Bir test açtım. Adamның ko'nglini ilishtirib qusayveribsan, latta. Tura o'rningdan. Hey, üstümden türelgen necis! Hey hayvan! Arakını içip
Nasıl eşyalar çıkarsan sen ha? Xudoon. Estağfurullah. Bu Vay Xudayım. Voy, ma balını. Öy kirmey bir yerden hem kıttırsan balam. Ha? Bana öy kirip gideyim. Acaba ya ne bu? Bu canım balam ne bulat da özağının uyuye. Cüre balam cüre. İyi. Unda kos kim o? Ben senin anan Canar Han balam. Cüre. Voy Unda kos be kim? Xudayım. Nimanda adamını korkutulgandı ma balam. Cüre. Cüre balam öy kirip gideyim. Onda kıma. Ben gitme. Öyümge gitme. Cüre balam onda kıma. Öy kirip gideyim. Ölen mi sen meyli de? Bana. Ölen mi sen meyli de? Kasabet. Sen... Siz bir yer neymiş kılıçsız? Ben pek tıkmaktım ben Xudayım tova. Oy. Eski köməkxanaga qulp sep qoymusanmı? Qaysı altın kümüşünü oğrayıp gidetti. Senize xap. Yerim keçidi qarsamsız qaytib kelmepsiz. Talağa qarappa qaydab chiqsam, kömürxana hoğundek ochiq turibdi. İşlay kirvamısın deb quluplab qo'yibdi men. Sizning ichida ekanligingizni men nereden bilay? Oy yotqan.
Voy. Nem boldun ey? Assalomu alaykum adash. Tinchlikmi? Yaxshi. Oqshom nim bo'lib ketdi-qay? Nem bo'lib ketdikin tang. Aroqni o'lgidek ichibdimi? Beshim og'rib turdi. Uning ustiga ko'mirxonda yetib qolibdimi degina adash. Meni demaysa, Sodiqon ketay jinim do'stim. Oqshom Rajab To'paqning uyida qo'ygan un alg'i lentisi esingda bormi? Qaysi? Yiliq usul padisi usul. Shundoq bir nimani qo'yganda qilib edi. Toza esimda qolmabdi juma. Sening toza esingda yo'q-kan-a? Oqshom Rajab To'paqdan boshqa hammamiz usulga tushib ketgan gap. Men shu o'ynagan peti yo'l bo'yi o'ynab, uyimdim o'ynab ketibdim-a. Elimi kashf qopdi. Agar kunduz bo'lgan bo'lsa, haq nima deydi meni? Nima deydi? Uyga yetgan tekikan deydi. To'paqning uyga berib qo'yayli, nima bo'lib ketdi u? Jura adash. Shuna qilayli, jura. Qarangma, atini qilayotgan qiliqini taratni sundirib, ari qisib Allohga chiqasan sen. Ha? Sendek balani boqishlik, hayvonni boqsan bo'pti-kan. Ustundan so'ralgan nejiz. Ko'zimda yo'qol. Dadam tillabli ketdi danglar. Akşamki oturuşning oxir zot nim bo'lib ketdi. Yeliqi qirliq istakandagi aroqni ichkinimni bilime, xudimni yo'qitib qo'yibdiman danglar. Sodiqon ketay jinim do'stim. Oqshom shu un alg'onda qaysi muzikani qo'ygan bo'g'itding? Alomat muzik ekan u. Hey, sana oldingmi? Shamolga usul o'ynab. Men dedim-ku, hech nimani bilmayman deb. Qo'yinglar, bundan keyin mush aroq degan nejisni ikkinchi ichmayli. Ne bo'ldi? Nim bo'ladi? Ha? Recep-ka, sizlarni opam chaqirdi. Voy, Abdulg'anim bo'lganda. Jurona berib qo'yayli. Nim deysan? Akam o'zi hech aldidagi so'zlaydigan bo'lib qoldi. Nim deydiganda, ma bola. Chapsa buninglar chapsa. Ha, mana. Oqshomgi iliq muzika, alomat muzika ekan juma. Astag'firullah, ne manda qiladigan doma. Janglab ketmayotdi. Esimga olamayaptimi? Sening esingda bormi adash? Ha? Esingda bormi? Bayman sen hech nimani bilmayman dedim-ku. Bir vaqtda to'nglab uyg'onib ketibdiman. Qarsam sizlar yo'q. Unalg'u gijildab turibdi. Voy, neymiş oldu? Voy, nim bo'latdi bolalarım. Bu balık nim bo'lgandi. Odamni tonimaydigan sarangdek bo'lib qoldi. Oqshom qayerda o'tgan tinglar balam. Ha? Voy xudoyim, bu balık nim bo'lgandi. Oqshom Rajabniki o'tgan. Bo'lmasa burun qaytgan toq. Bu nim bo'ldi ki ta? Atgandan beri og'izga hech narsa solmadi. Odam tushunmaydigan bir narsani deb o'ltirdi. Qanday qilaman? Qanday qilaman? Gap qilsam menimi tonimaydi. O'zining gapini qiplayatdi. Bak azab ketmang, yaxshi qolar. Mayoqqa. Sola şaqırab mangdi. Kigiz basqan öküzdek bulbul bolup sayraydı. Endi saat asaylı dostlar. Asmandaki leylekning yançug'ida 3 somba pomidorni yebapti. Qatmananni tangayli. Ancha-muncha jirlayli. Billa o'ynab cho'ng boldik. Qizli guli bo'lmasa, endi chapan tikmaymiz. Darvozangni ichivat. Yayloqdagi mahallidek biz do'stlarni so'yimiz. Odam izlash e'loni. Qaqi qo'nday terek. Abdul Qadara qavalang adash. Yaxshimisan? Salomat turdingmi? G'arib miskanning o'g'limisan, ha? Ko'rmaysan-ku. Hey, yana ishkirdan ko'ni kiyimlar ekilib setib o'tamsan? Hey, eliq vaqtda men sungan zoyimlaringni va-ku 50 so'mlik pulni kennatman. G'arib miskanning o'g'li o'lib ketgil 5 yil bo'lgan tursa, shu emasmi? To'g'ri qildim, xudoyim. Abdul. Hey, Abdul. Man qara, terangni menga ber, pulingni keyin olasan. Biz xalqning rizqini yeydigan odamlar emas. Voy,
Boyunning yo'qonligiga qaraganda terang yaxshida turdi. Qilaman. Yuzing paqirab ketibdi. Sarab tushdingmi? Ha? Voy voy. Sen bir yerda ekansan-da. Baqara, ko'rmaysan-ku. Akang rahmeti talantlik samspesdi. Rahmetlik davomliq jumanamizdan qaytib kelib, men bilan aroq ichibdi. Nima bo'ldi? Ha? Tutqoningning to'xtamay midirg'ini qaraganda, ayolingni qiydab kechicha o'g'zi etibsan-da, ha? Qashqardagi Musaning Tativolay tapinini uni keldi qiliga, endi hech nima yemaymiz. Xudoyim tova. Qandaqmi qilaman? Qandaq bo'lib qolgandi? Qandaqmi qilaman bu bolani? Uyni guldek beqiyotgan bolamni ko'zdaydi. Ko'zdaydi. Iloyim bolamni qasdiganning qasdini o'ziga yondirasan. Voy Xudoyim, qandaqmi qilaman? Qalangizga ishni tikib oldingizmi? Yo'q, dexe. Kira adashmish yashirsanmi? Shundan. Kimim tashlabmidimi? Ustam necha kun bo'ldi do'konga kelmayotdi. Asta. Ha, xapamaysiz. Ustam tex kelmadi. Atga paqamsiz. Atkasam qandaq bo'ladi? Ati degan to'y tursa. Voy, ustam keldi. Voy, nimda gapon surmaydigan odamsiz? Kimim taq bitmadimi? Qarang qanim. Xapomang, ha. Mush 5-6 kun bo'ldi, zodi mijozim yo'q danga. Ishqimni bugun kelishim, endi meni bak oldirasiz, atiga bitirpasam. Qanday deysiz, ha? Ata? Ma gapni ko'ring, ati degan to'y tursa. Bo'pti. Amisa, men hozirlab bitirib beray, hozirla. Hozirlab bitirib. Bu yoqqa o'tib turafka. Acayip chiroyli o'tiribsizlar, ha? Ishlab qo'yinglar azroq. Shuni deyman. Qara.
Birinci qatam apasam, bu balaning ruhi ögüsü yok, öyünün içinde kaptı dedi. İkinci qatam apasam, xan besib olgan odamning ruhi ep ketibdi dedi. Ma qatam apasam, chaqıya qarvining ustida o'ltirib qapti dedi. Qandaqmi qilamiz? Hay jenim balam. Qandaqmi qilamiz? Qandaqmi qilamiz? Ay Xudoyim, ay Xudoyim. Qo'ng'altaq o'tib kelgan to'kur qotazni chittaq xotinning maymoq yoqchiq chiqmasang qandoq topalaysan? Sungan begiz, eski kigiz xotin unudimi egiz? Sen uni tunursan? Tonur beshida qaga qaqıldaydı navaydek egiz taqqa chiqqanda paypirni kim aldı? Keldik mana. Derizangni ichiver, chivin kirsin uyinga. Eskichilar uyda uxlamagan kim qoldi? Egiz taqqa chiqqanda paypirni Ustam, maçilek neçi bol? Okay. Abdulga nim boptu? Nima ishkandinglar? Nima ishchatdiq? Hammamiz bizning uyda aroq ichgandik. Uniga nim bo'ldi ekan tang? Qanchalik ishkandinglar? Recep adaş. Nim bo'ldi? Nim bo'ladi? Balaga qoldimmi nima? Qanday degan gap bu? Ko'rganli odam kimning uyda ishdinglar? Qanchalik ishdinglar? Nima ishdinglar? Nimani ichdik? Haq ichiyotgan, hukumat magazinda setayotganni ichdik. Nim bo'pti? Chup, sarang olib qopdim nim bu haq. U kelibman bir nima degan? Bu kelibman bir nima degan? Nim bala qoldim bu haqqa. Qanday degan gap bu? Adabga oram bermay. Bir kuni Abdulning tuqqanlari Cho'loq Terak degan joydan baxshilarni boshlab keldi. Og'inimizning taqdiri to'g'risida biray yangi gap anglayli deb Abdulning uyiga bordik. Tursun to'li sakrab ishni buzmasin deb uningga xabar qilmadik. Ashular shu o'xshamamdi? Shu o'xshaydi. Cho'loq Terak degan yerdan ekalgan bu baxshining chiroyi shunda qo'rqinishdiki, yo'q, og'inimizga chaplashgan har qanday olvosdimi bu baxshini ko'rsa, badar kechib ketgidi. Sizningcha og'inimizning bu kesilni saqayt qilib bo'ladimi? Ha? Saqayt etimiz. Neni kesillarni saqaytgan biz? Bak qo'rqidak emas. Yo'q, hech qancha qo'rqinchiligi yo'q. Bundan burun hali kesillarni saqaytgan biz. Karomat o'qib etimiz. O'qiydigan bo'lsak, hayron qolasizlar. Ahlinglar hayron qoladi. Shamoldarib qolgan ancha cho'ng ish emas. Bundan burun hali kesillarni saqaytgan. Har qanday isri va odamni o'qiydigan bo'lsak, shu hamonla saqayib ketadi. Biz to'g'voqliganda yenidiroq turib ba'sizlar, Ma'qul. Ma'qul. Bizga kerakli narsalarni vaqti-vaqtida akab ba'sizlar.
Dostxon, dos, katman, ko'pa, yotqon, taki, bunda bir narsalarni vaqti-vaqtida akatpasizlar. Amin. Ya Rahmanirrahim, Allahu Ekber. Assalamu alaykum Sadiya, Suleyman Allahu Sadiya, Götünü selam, İmam Sadiya, İmam Sadiya, Allah Sadiya.
Ballarım kirib qarab beqinglar. Azamta Allah o'qiyman, jinga to'qim to'qiyman, jin sakrasa sakrason, men sakramay o'qiyman. Pira o'ynayman, kelinglar, 40 jildan kelinglar, yet sulton kelinglar, jilon tomchiliklar kelinglar, daryo kashkallar kelinglar, bulut minganlar kelinglar. Yalnız ocak, yalnız şam, oğur tiken, karı et. Yalnız yağaç, yalnız tam. Patkak olup akkalla, eski tamda yatkalla. Tanrı bəsin cacağını, cin şeytanға satqalla. Teri apırıp maytakka, nesi sattım boşakka. Yalnız dərəqqa köçürüdüm. Altın başıda bolsan köş, işleşide bolsan köş. Ağzını aç, aç. Bunu içsən şifa tapsan, aç. Bismillah deyib içcim ha. İçə. İşte. Belli. Biz əmimiz bilib bilməyi, sezib səzməyi qaliblar və qayiblar, uluqlar və pasıqlar arasında yaşaymayız. Bu jigit təkşəməz bir yerdə uxlab qalğançığı şamalda arıbdı. Mana özənglarmı köydünglar. Mən bilən tən oxub çıxdı. Qarğanda mən kuş elişəmğıdəkmən. Nimdəydi ballarım? Vay, heç nim bulmabdı. Azraq şamaldab qapdı deydi. Heç nim bulmabdı. Saqib gededik. Apa, akam hoşida ketibdi. Ha? Vay Xudayım. Aka. Vay celim balam. Aka. Gözünü aç. Vay balam. Tonur beşida qağa, qaqıldaydı navaydek, ona geldim kalığa. Gölge girsem hiç kim yok, tutacasam bağcıda, anlamaydı herle. İkiz dakika çıkkanda, paypığım ne kim aldı, akhalat mı akhalat, bağdı pişkan akhalat. Seni birdem kömesem, çıdımaydı. Vay canım balam, vay canım balam. Qandaq qılarım. Oğulları ispirtin zəhərlənib, nervi kesiligi giribtar bopdu. Çoğraq şəhərə apırıb, nervi kesillikləri doktorxanada davalasılar. Çoxum yaxşı öp ketidi, ənsirmisizlər. Xotirjam bo'linglar. Xo'sh, Xudayimga omonat, o'tanroq qarab qo'yasiz. Vaqtida xabarni berib o'tasiz. Oldin yaxshiroq xabar berib qo'yasiz. Ma'qulimsan? Tomoq qilib berib qo'shiq ichib qolmiz. Ma'qulimsan? Recep qani? Abdun yo'lga sağılıb ketdi. Abdul nim bopdu, ha? Baxshibek o'qiydi tike sarang'ib qopdi. O. Rasma? Ras. Birdam saqlab tursangiz ustam kelib qola. Bo'ldi. Voy, menga. Qo'ya, chelakni qo'ya. Ha? Yap, yaştırıp qaranglar. Sanızlar nim bo'ldi, ha? Xudoya tavuk qildim, Rajab adash. Shu vaqt sen qaysi lentini qo'ygan bu qo'yding? Qulqumning tubida jaranglab turdi. Ahmoq. Nima deydigan yili chaqan muzikaga sen bu yil usul o'ynamsan? Shuni deyman. Shu. Men buni Abdulning qishig'iga yo'lga sap qo'yaylik-chi. Shunda qilaylik bo'lmasa.
Shunda qilinglar. Men aşağı barsam, oldi bilan Abdul terini topaman. Gap degan Abduldin, usul degan meningdan. Nima qilib qilib odam tunimaydigan yer ko'rib bir qirg'ina odamni zaq o'ldi-ku. Zerikmaymiz. Tursunni mang'iz yutib, endi Rajab ikkimiz o'zimizdan ansirab qoldik. Qirliq istakanda tang ichgandik. Oxir qandoq bo'lib ketdi? Bir-birimizni xili kunlargacha tinglab yurdik. Haftalar, oylar o'tdi. O'zimizda hech qanday bir g'ayirlik his qilmadik. Ustam, ma cheraklarni qancha pul sotla? Voy, ajab ajirmaydi bu. Men qarasla, men deyman. 13 koy beremla. 8 koy beraymi? Bo'pti, berdi. Voy, modaslarchi. Abdul! Abdul! Abdul, men Abdul!
ko'zlaringga singib oq nurdek gumoningni yo'qotsam agar sirg'ib tushib mangzingga yoshdek sizildi bo'yoqsiz surat ko'zlaringga singib oq nurdek tashlab qo'ysam qalbingga chechak qahring bilan tashlading julub har bir bargisi yantoq tuyulib ko'zlaringga singib oq nurdek ko'rimsiz izitqu baxit vijdoningni urib bir tastak ko'zlaringga singib oq nurdek sirg'ib tushsam mangzingga yoshdek sizildi bulutsiz surat o'chmaydigan abdil abad ko'zlaringga singib oq nurdek Aradan bir yıl öptü. Abdul bilan Tursun teki turvatgan shahardan odamning ishonkiskandagidek xabarlar kelib turdi. O ikkisi neyro kasalliklar doktorxonasida 3-4 oy davomida saqib chiqibdi. Abdul? Tursun teki? Tursun! Ey seni. Abdul teriç emas, o'quvchi vaqtidagi shoir qiyofatida esiga keldi. O hozir yangi uyda bosh ko'tarmay asar yozayotgandek. Uning she'rlariga na qofiya, na vazn, na turoq deganlarning keragi yo'qmish. Uning shami chaynashmi ishmi, oyga qashatgan beka, tam tepsida manganda degan yangi asarlari shaharda qattiq g'ulg'ul qo'zg'atdi. Uning asarlariga qiziquvchilarning o'zimi ancha tushunib ketmaydi ekan. Hatto uning loy o'ynasan qo'ling hash bo'ladi degan bir parcha asari mukofotga erishdi-dek. Obzorchilar uningga yangi uslub yaratgan asar deb baho beribdi. Shundoq bo'lsa-mu, shoirlikning kirimi terchilikka yetmaydi ekan deb vaysab yurgudek. Şemşinot? Elə məsud qalğan çağlarda esi kep qaladigan qız savaqdışı hazırgıçı turmuşluq bolmagan ki. İkisi tepişib qaptı. Aldırmanla. Hoş emize. Hoş. Çay, hoş.
Tursun Teki to'g'risidagi gaplarni anglasangiz texnik qiziq. Abdulning to'yida Tursun Teki qo'ldash bo'ldi. Şu toyda Tursun Teki qaltis bir usul oynaptı. Bu usul her qandaq bir millatning her qandaq muzikasiga tushaverdi ekan. Buni ko'rgan san'atkorlar Tursunni san'at umigiga qabul qildi. Tursun, ömigimiz kelgandan buyon ko'p tirishyotidu. Uning usul harakati o'zgacha. Tursunning bu qilig'i hargizim nervisidan ozg'anlik bo'lib hisoblanmaydi. Ba'zilar shundoq deb qaraydi. Bu amaliyotda inson ruhining oshkorlanishi, badanni qamab turgan ishki hissiyotning partilishi, bir usul uchun bu xil ruhiy holat tepilmaydigan ortiqchilik bo'lib hisoblandi. Bu usulda putning harakati mana mundaq bo'ladi. Qo'lning harakati bo'lsa, u yerdagi bir usul tadqiqotchisining aytishicha, Tursunning usul shakli dolan usuli, elisanimi, etika samasi, to'lg'imi usul, so'ralmi usul, naynaqlimi usul, sahro perisi qatorliq nozik harakatlarni o'ziga yig'inchoqlagan o'zgacha uslub. Ha? Uslub? Uslub degan nima degan gap bu? Hey, bir ishni boshqalarnikiga o'xshatmay qila olsang, uslub bo'ladi. Bo'ldi, o'mi tugidi, jura.
Bu elaqi Portumaldagi qizning surati ekan. Mavo to'y kuni tushgan surat. Meni dadam qattiq tillamagan bo'lsa, seni xotining iliq ko'makxona solab qo'ymagan bo'lsa, biz moza iliqi nimitda? Uslub. Shuningdan bir nechini yarta ekanmiz a. Bo'lmasa, iliqi qirliq stakanda yana bir ichib baqandiq ya. Yo'q. Men ichmayman. Ay maga, yana bir sinab baqayli. Qirliq stakan. Nima qirliq stakan? Iliqi bizning qo'shnimizni izlab kelgan qirliq stakanchi. Voy, iliq mehmongu bu. Özüm sapsaqlı turaman. Qo'limda joy yo'q. Odam g'alati bo'lib qoldi ekan. Mana bilib turibman. Turlik mullamak seni. Tudağın şapkıçının dükü ne? Ketip ağan Rahimcanğı ana. Adam g'alati bo'lib qoldi ekan. Qo'limda joy yo'q. Voy. Oy, assalomu alaykum. Qandara qahvaling laf qildirim. Va alaykum assalom. Yaxshi. Men sizlarni bir yerda ko'rgandeklik qilaman-ku. Shundaq, ko'rgan. Ko'rgan. O'zim Efkamey, Hadik. O'zim. Arvani bu yerga kela. Bo'ldi, to'xta. Arvoq chiqasizlar. Avaylab, astiraq, Efkam, men akani uyga olib qo'ygan, Uyingiz? Unzotning yanidagi Xalt ko'chada. Men pulini berib o'tay. Bo'ldi. O'zim berman. Afkam sen haydava. Bo'ldi. Sizlar ketinglar. Rahmat. Bo'pti, Menga afkam. Hayda. Kallamsaq. Qo'limda joy yo'q. Kallamsaq. Qo'limda joy yo'q. Kallamsaq. Qo'limda joy yo'q. Shuning bilan uning heliqi bir oqshomdagi o'ltirishda bizga qoldirgan chunqur ta'sirimi xiralashib ketgandek bo'ldi. Rajab ikkimizning qirliq istakanda yana bir ish beqib uslub yaratmoqchi bo'lgan payzimizmi havoga uchib ketdi. Aramizdan ikki sarangning chiqqinimi yeta deyishdik. Shundan tortib qirliq istakanda haroq turmoq, choy ichmaydigan bo'ldik.